Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa bugun Quva tumanidan Andijon shahar Bo'z tumaniga kelganmiz montaj ishlariga. Xo'p, bu obyektimizni polni ishlarini olganmiz. Teraska, eshik, rom, podagonlari bilan 2 qavat aynaga zolatoyga bo'lyapti. Akfani red pen materialdan bo'lyapti. Toza, original, 20 yilga garantiya beramiz. Aksessuarlarimizga 1 yildan 1,5 yilgacha garantiya beramiz. Xudo xolasa bu tarafimiz bo'ldi, teraskalar o'rnaldi. Pastlarigacha o'zini zavodskiy profillaridan qo'ydik, arkafonlardan qo'ydik, idealni bo'ldi. Onalari joyida, rezinkalarini akfa qishda sovuqda qatmaydigan rezinkalardan qo'ydik. Biz bu tarafimizda ishlar davom etyapti. U teraskalar o'rnadi, eshik romlarigacha o'rnadi akalar. Xo'p, holatga e'tibor beringlar mana. Mustahkam qilib, profillarigacha qatirib, deyarli darajada zo'r qildik. Eshigi qoldi, kirish votimiz bekitish uchun mana 2 qanotli eshiklarimizgacha qo'yib qo'ydik. Pastga temirlarga e'tibor beringlar, akalar. Oyoqlarni qoqilmaydigan darajada katta yoshlarga yaxshi e'tiborli bo'ladi bu. Qoqilmaydi, bukilib ketilmaydi. Alyumindan bo'ladi, qattiq material bo'ladi. Bu tarafimizda ham mana eshiklar bor. Petlalarni 5 tadan 4 tadan qilib petlar qo'yganmiz. Romlarimiz podagonlari bilan qo'yilgan. Bu xolasa 2 qavat aynaga bilan ideal darajada zo'r qilib beramiz. Xo'p, bu teraska ishlarimizni hammasini kvadratini akalar aloqasiz falan hisoblab aytib beramiz. Rossiyadan turib zakaz qilishgan Bo'z tumanida akalarimiz kuzatib borgan, YouTube kanalimizda kuzatishgan, ma'qul kelgan, Andijondan Quvada farqi ancha yaxshi bo'lganligi uchun hop bizni zakazlar berishgan bizga. Xudo xolasa ideal darajada zo'r qilib beramiz, arzonroq qilib. Rossiyada turgan obunachilarimiz telefon qilinglar, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa karta raqamlari orqali ishlarini Asheta turib ham, Rossiyada turib ham bitkazib beramiz.